qirs qilyapti. Mazgi o'chiraymi, yorilib ketmaydimi? Bizaga mashq choynakni olovga chidamli deb berishgan. Hozir buni qisqacha tekshirib ko'ramiz. Choy qaynaguncha bo'lsa, mana bu stol bilan garelka to'g'risida qisqacha ma'lumot berib ketaman. Razmeri 80 ga 38 cm bo'ladi. Stolni balandligi 40, mana bu yoqdan legirovka qilib 60-65 cm gacha balandlashtirib ishlatsangiz bo'ladi. Hamma joylari temirdan ishlangan bo'ladi, faqat ayrim joylarda plastmassa ishlatilgan. Mana chetidagi temirlari bo'lsa, osib qo'yib ishlatiladigan idishlarni ilib qo'yishga mo'ljallangan bo'ladi. Yig'ib olish juda ham oson, ixcham bo'lib yig'iladi. Stol yig'ilganda mana shunaqa ixcham bo'lib yig'iladi. O'zining chexoli bo'ladi olib yurishga. Mana bunisiga bo'lsa, garelkani solib olib yursangiz bo'ladi. Agar stol o'zidan to'liq foydalanaman, garelka kerak emas desangiz, buni olib tashlab, stol o'zidan foydalansangiz ham bo'ladi. Garelkani bitta mana bunaqa gaz ballon bilan bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Qaynaydi desam, qaynamaydi deysan. Mana qaynayapti-yu. Uchkasi ham isimas ekan. Endi bular narxiga kelsak, garelka 720 ming so'm, stol 535 ming so'm, choynak 50 ming so'm turadi.